alaykum. Oy canım mana chirin qizim. Bu qiz bolam bu o'g'il bolam bu? O'g'il bolam, oti nima? Bolalar va saraton. Hech yonma-yon tilga olgin kelmaydigan so'zlar. 2 yoshga ham to'lmagan Mustafo oyisi bilan kimnidir ko'rgani kelgan desam, shu yerda bir necha oydan beri davolanayotgan ekan. U juda chiroyli, juda tiyrak bolakay. Dunyoda chiroyli bo'lmagan bola bor ekanmi? Ularni sog'lom ko'rish uchun butun dunyoni bersang arziydi. Bolalar saratoni va boshqa jiddiy qon kasalliklarini davolash masalasi ehtimol prezidentimizning tibbiyot islohotlaridagi eng og'riqli nuqtasi. Shuning uchun bu markazga 5 yil avval kelganda mutlaqo tizimni qayta qurish kerakligini aytgandi. O'shanda eski shifoxona Respublika gematologiya markazi bo'lib kattalarga ham, bolalarga ham bir joyda xizmat ko'rsatilardi. Dori ta'minoti yetarli bo'lmagan, kimyoterapiya usullari yo'lga qo'yilmagani uchun davolanish samaradorligi 30% dan oshmasdi. Bir xonada 3-4 bemor yotar. Ovqat uchun har bir bemorga kuniga 11 ming so'm ajratilgan xolos. Laborator tahlillarning yarmi xususiy klinikalarda o'tkazilardi. Hozir bu yerda nafaqat bino, ta'minot o'zgardi va eng asosiysi tashxislash va davolash ko'rsatkichi va undan ham asosiysi shifokorlar malakasi oshib boryapti. Sig'diyoni salkam media studiyangiz bor. Kichkina televideniyasi ham bo'lar ekan. Demak, bu sizning loyihangiz. Qayerda ko'rsatasizlar? O'zimizning Instagram kanalimizda, Telegram kanalimizda mahalliy maktab yangiliklarini olib boramiz. Maxsus muxbir ekansiz-da. Juda ham zo'r. 5 yildan buyon bu shifoxonada plastik anemiyadan davolanayotgan. Ehtimol bo'lajak hamkasbimiz Sig'diyoniga ish ko'p bo'ladi. Chunki respublika ixtisoslashtirilgan bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy amaliy tibbiyot markazida bugun mehmonlar bor. Sig'diyona do'stlariga Zamin fondi vasiylik kengashi raisi Ziroat Mirziyoyeva va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesusning gospital maktabga tashrifidan juda ko'p yangiliklarni aytib bersa arziydi. Bu tashrif aslida o'tgan yil sentyabrda Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi doirasida O'zbekiston tashabbusi bilan muvaffaqiyatli o'tkazilgan bolalar onkologiyasi va boshqa jiddiy kasalliklar bo'yicha global harakat forumining mantiqiy davomidir. Bu forumda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bosh direktori O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi yangiliklar, xususan bolalar onkologiyasini davolash bo'yicha yaxshilanayotgan ko'rsatkichlarni yuksak baholagandi. Bu safargi tashrif esa harakatlarni muvofiqlashtirish, yangi loyihalarni rejalashtirish uchun yaxshi imkon. Mehmonlarga tashkilot ko'magida bolalar onkologiyasi xizmatini rivojlantirish bo'yicha milliy strategiyamiz doirasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida so'zlab berildi. Bir necha yil avval bolalar saratoni asosan juda kech diagnostika qilingan va shuning uchun ham yashovchanlik ko'rsatkichi past bo'lgan. Ota-onalar shifo izlab u shifoxonadan bu shifoxonaga, bu doktordan u doktorga qatnagan, ya'ni aniq marshrutizatsiya yo'qligi sabab hayotga teng vaqt yo'qotilgan. Professor Jamila Po'latovaning axborot berishicha, davlat har bir bolaga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun barcha sa'y-harakatlarni birlashtirdi. Главное достижение – это внедрение цифровой маршрутизации. Asosiy yutuqlarimizdan biri raqamlashtirishning joriy etilishi. Demet tizimi orqali biz har bir bemorni real vaqt rejimida kuzatamiz. Pilot mintaqamiz Samarqandni tahlil qilganimizda kasallikka birinchi shubhadan to davolanish boshlangungacha bo'lgan muddat 3 baravarga qisqarganini ko'ramiz. Ilgari 3 oy ketgan bo'lsa, endi bu yo'l 15-20 kun davom etadi. Shunchaki kasalxonalar emas, mamlakatning 13 viloyatida zamonaviy yuqori texnologiyali tibbiy komplekslar barpo etilmoqda. Bu multidistsiplinar yondashuvga zamin yaratadi. Har bir bola atrofida onkologlar, jarrohlar, genetiklar va psixologlar hamjihatlikda ishlaydi. Bunday sinergiya allaqachon o'z samarasini berdi. Qon kasalliklarida sog'ayish ko'rsatkichi 17% dan 43% ga yetdi. 2030-yilga qadar maqsadimiz bolalarga ixtisoslashtirilgan yordamni to'liq qamrab olgan holda 5 yillik sog'ayish darajasini 60% ga ko'tarishdan iborat. Janob Ghebreyesus O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan 2025-yilda tashkil etilgan xalqaro akademik hab faoliyatidagi yangiliklarni yon daftariga qayd qilib bordi. Bu hab boshqa mintaqalardagi rivojlanayotgan mamlakatlar tibbiyot tizimlarini rivojlantirish uchun ham yaxshi namuna, dedi u. Это платформа, которая будет объединять страны Центральной Азии. Biz hab loyihasini taqdim etganimizda u qo'shni davlatlarda juda katta qiziqish uyg'otdi. Hozirda mintaqa mamlakatlarining sog'liqni saqlash vazirlari hab vasiylik kengashidan joy olgan. Yaqinda Ostonada o'tgan konferensiyada qatnashganimizda Qozog'iston va Qirg'iziston ilmiy jamoatchiligi tomonidan hamkorlikka intilish juda yuqori ekanligiga guvoh bo'ldik. Qo'shma ilmiy loyihalar bo'yicha ko'plab takliflar tushmoqda. Habning bosh maqsadi ilmiy faoliyatdan tashqari malakali mutaxassislar tayyorlashdir. Shu bois dunyoning yetakchi ta'lim klinikalari va markazlari bilan hamkorlikni boshladik.
aytaylik. Hab yaqinda ochilgan bo'lishiga qaramay, Vena tibbiyot universiteti mutaxassislari kelib, 100 dan ortiq xodimlarimizga treninglar o'tkazishdi. Temir bortlar va kasalliklarning murakkab shakllari bo'yicha maslahatlashuvlar muntazam o'tkazilmoqda. Bularning barchasi hozirdanoq o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Bunda davlatimiz rahbariyatining siyosiy irodasi katta rol o'ynadi. Davlat tomonidan har bir mintaqa mamlakati uchun Habda bepul tahsil olish imkonini beruvchi grantlar ajratildi. Bilasizmi, hozir shunday davrki, tarqoq loyihalar bilan muvaffaqiyatga erishish qiyin. Bugun birlashish va keng miqyosli tizimli loyihalarni joriy etish asosiy ustuvor vazifa. В Узбекистане не развивалась трансплантация костного мозга у детей много лет. O'zbekistonda ko'p yillar davomida bolalarda suyak iligi transplantatsiyasi rivojlanmagan. Buning asosiy sabablaridan biri gematologik va onkologik kasalliklarni davolashda eskirgan yondashuvlar edi. Shu sababli birinchi bosqichda bemorlarga yordam ko'rsatish tizimi to'liq qayta tashkil etildi. Davolashning Yevropa protokollari, jumladan Yevropa bolalar onkologlari jamiyati standartlari joriy etildi. Laboratoriya diagnostikasini rivojlantirish va infratuzilmani modernizatsiya qilish muhim qadam bo'ldi. Natijada 2026-yildan boshlab markazda bolalarda ilk bor allogen suyak iligi transplantatsiyalari muvaffaqiyatli o'tkazildi. Avvallari mamlakatda bunday dastur bo'lmagani sababli ko'plab bemorlar davolanish uchun xorijga chiqishga majbur edi. Hozir esa yiliga 400-500 ta transplantatsiyaga bo'lgan ehtiyojni qoplash maqsad qilib qo'yilgan. Rejamizga ko'ra 2026-yil oxiriga borib infratuzilma to'liq tayyor bo'ladi. 2027-yildan boshlab esa transplantatsiyalarning 50% gacha qamrab olinadi va 2028-yilga borib to'liq hajmga chiqiladi. Ismingiz nima sizning? Ulug'bek. Ulug'bek, qarang, sizni qanday qilib, zo'r qilib, sog'lom qilib olish uchun faqat O'zbekiston emas, butun dunyodan vrachlar yig'ilib, muhokama qilib, nima qilsak zo'r bo'ladi, bola maktabga qaytadi deb maslahatlashibdi. Ertaga zo'r operatsiya bo'ladi oldinda. Nechinchi sinfda o'qiysiz? 6-sinfmi? Maktabda o'qishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Xudo xohlasa operatsiyadan keyin zo'r bo'lib chiqamiz, qaytamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, ertaga. Inshaallohda. Qani, kayfiyatingiz, ko'rinishingiz yaxshi. Ismingiz nima? Hojiakbar. Siz nechinchi sinfda o'qiysiz? 10-sinfda. 10-sinf. Ozgina qolibdi-ku. Kim bo'lasiz endi? Bu yerdan chiqqandan keyin o'qishga tayyorlansangiz kerak. Ha, tayyorlanaman. Qayerga kiramiz o'qishga? Farmatsevtikaga. Vau, zo'r-ku. Men Hojiakbarning nega farmatsevt bo'lgisi kelayotganini tushungandekman. Bular bolalar deymiz, ammo ota-onasining o'ta qimmat bo'lgan onkadorilarga ketkazayotgan xarajatini ich-ichidan tushunib turadi. Oldin 22-yilda umuman mana shu ehtiyojchi qoplanishi 33% tashkil etardi. Hozirgi kunga kelib ehtiyojimizni 80-85% gacha hozir qoplanyapti. Ayrim soha bo'yicha, ya'ni ko'maklashuvchi terapiya bo'yicha 100%, qimmatbaho kimyo preparatlari oldin faqat 15-20% tashkil etgan bo'lsa, hozir 90% gacha chiqdi. Orfan kasalliklarimiz, ya'ni kam uchraydigan, lekin bu qimmatbaho dorilar bilan davolanadigan bemorlarimiz bor. Bu talassemiya, gemofiliya, birlamchi immunodefitsit kasalliklariga ishlatiladigan qimmatbaho qon faktorlari, qon omillari, yana immunoglobulin dori vositalarini ham mana shu yildan 26-yildan boshlab xarid qilingandan keyin filiallarimizga ham yetkazib berishni hozir biz yo'lga qo'ydik. Bu masalaga juda ham urg'u katta berilgan. Prezidentimizdan 183-186 qarorlari chiqqan, oxirgisi 25-yilda chiqdi. Shunga asoslanib bizning haqiqiy ehtiyojimiz bo'yicha dori-darmonlar olib berilyapti. Bu bolalarni vaqtida davolashga, keyin yashovchanlik ko'rsatkichlarini ham ko'tarishga, o'lim ko'rsatkichini ham ancha kamaytirishga olib kelyapti. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari janob Tedros tashkilot tomonidan O'zbekiston bolalariga yetkazib beriladigan o'ta muhim dori vositalari turi va hajmini yanada ko'paytirishga va'da berdi. Shuningdek, mehmonlar 4 yildan beri faoliyat olib bo'layotgan Mehrli maktab gospital ta'lim muassasasi bilan tanishdi. Gospital maktab o'zining quvnoq, kreativ va zamonaviy dars mashg'ulotlari bilan bolalarning kasalxonada o'tadigan uzoq vaqtini ramziy ma'noda qisqartiradi, unga mazmun beradi. O'qishlari yoqayaptimi? Yaxshi, sizmi? Sizchi? Otingiz nima? Shoiraxon. Sinfdoshlaringiz ko'rib turasizmi onlayn? Sog'inadi-da maktabini, tez-tez ketasizlar. Zerikib qolmanglar deb o'qish davom ettiryapmiz. O'zini bog'chasidan ham ko'ra yaxshi ko'radi bu yerda. Mehrli maktabnimi? Maza qilib o'ynaydi, hamma sharoitlar bor.
An'anaga ko'ra mehrli maktabga kelgan faxriy mehmonlar o'zlaridan esdalik qilib kaft tasvirini qoldirishadi. Rassomlik to'garagida tahsil oladigan Dilnavoz Dr. Tedrosga an'anani tushuntirdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari undan "Bizdan sizga nima yordam?" deb so'radi. Avvaliga butun dunyoda bolalar sog' bo'lsin dedi Dilnavoz. Mehmon yana bir bor sizga qanday yordamim tegadi deb so'radi. Hamma sharoit bor dedi Dilnavoz xotirjamgina. Dilnavoz. So, what do you want from WHO? Hamma narsani Janob Gebreyesus mehrli maktab o'quvchilariga taslim bo'lmang mazmunida maktub ham yo'lladi. Har bir xonada hayotga katta umid bilan ham davo ham bilim olayotgan bolalar bor. Ularni ijtimoiy psixologik tayyorgarlikdan o'tgan maxsus pedagoglar qo'llab turishadi. So you will be engineer? Muhandis bo'lasizmi? Bu injener. No, I want to be a doctor. Doctor? Okay. Nyu-Yorkda forumda so'zga chiqqanida hammani larzaga solgan. Kasallik bilan kurashayotgan Samira Idrisovaning yangi yutuqlarini tinglagan mehmonlar uning universitetda ta'limni davom ettirayotganidan mamnun bo'lishdi. Tashrif yakunida men Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbaridan uning maktabdan olgan taassurotlari va O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi bilan hamkorlik bo'yicha kelgusi rejalarini so'radim. First time we met was last year in New York during the UN General Assembly. Biz ilk bor o'tgan yili Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi doirasida uchrashgan edik. U yerda u ko'plab birinchi xonimlar va vazirlar ishtirok etgan uchrashuvga O'zbekiston mezbonlik qilgan edi. Ochig'i, mamlakatda amalga oshirilayotgan ishlar meni juda hayratda qoldirgandi. Albatta, mehrli maktab haqida avval ham o'qigan edim, ammo buni o'z ko'zingiz bilan ko'rish butunlay boshqacha ta'ssurot beradi. Bu haqiqatan ham namuna bo'la oladigan loyiha va men bunga guvoh bo'layotganimdan juda mamnunman. Masalan, men saraton tashxisi qo'yilgan, davolanishdan o'tib bugun yana hayotga zavqi oshib yashayotgan bolalar bilan uchrashdim. Samira va Dilnavoz. Bu bolalar o'z hayotlarini qayta yo'lga qo'ymoqda. Shu bois birinchi xonimga nafaqat mamlakatda, balki mintaqaviy va global miqyosda olib borayotgan ishlari uchun minnatdorlik bildiraman. Biz hamkorlik qilishga kelishib oldik va Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan uni har tomonlama qo'llab-quvvatlaymiz. Bu tashrif hamkorligimizni yanada mustahkamlash uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi. Ko'plab mamlakatlarda bolalar hali ham shunday xizmatlar yetishmasligi sababli hayotdan ko'z yumayapti. Bu kabi tajriba, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi, boshqa davlatlarga ham bolalar saratoni bilan kurashishda omon qolish darajasini oshirishga yordam beradi. Albatta, prezidentning o'zi bu muhim tashabbuslarni kuchli qo'llab-quvvatlamoqda. Yuqori darajadagi siyosiy iroda har doim muhim va biz bu yerda aynan shunga guvoh bo'lyapmiz. O'zbekistonning eng qimmatli boyligi odamlar va ayniqsa yoshlar. Bu davlatimiz rahbarining ko'p aytadigan gapi. Prezident o'tgan safar bemor bolalar oldiga kelganda yon daftarchasiga yozib ketgan barcha ishlar amalga oshirildi va jarayon, sa'y-harakatlar davom etmoqda. Chunki hayot davom etmoqda. Lavham yakunida bitta an'anani ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi. Bu markazning an'anasi. Markazda davolangan, jarrohlik amaliyotini o'tagan va uyiga yo'l olgan, to'liq sog'ayib ketgan bolajon ketayotganda shu qo'ng'iroqchani chalib ketadi. U qo'ng'iroqchani chalganida shifoxonaning barcha jamoasi, hamshiralari, shifokorlar va ota-onasi yonida bo'ladi. Hech qachon bu yerga qaytib kelma bolajon deb duo qilishadi ular. Iloyim, mana shu shifoxonaga kelgan har bir o'zbekning bolasi qo'ng'iroqchani chalib ketsin, ortiga hech kim qaytib kelmasin.